Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Biz sizni ko'rib turganimizdan nihoyatda xursandmiz. Albatta bizga obuna bo'ling. Albatta chiroyli narxlarda eng sifatli mahsulotlarni taqdim qilamiz. Mana shu ko'rib turganingizdek barcha so'rlar xudo xolasa Andijon mebel markazida hamda Andijon jahon bozorida savdo qilamiz. Tilla buyum bozorining atrofida assortimentlarimiz bor. Mana boshidan boshlaylik. Razmerlari 1,5 metrga 2 metr eng arzon so'rimiz 1,450,000 so'mga. Mana shu holatdagi mahsulotimizni savdo qiladigan joyimizdan olib ketishingiz mumkin. Endi keyingi mahsulotlarimiz xudo xolasa mana 2,5 ga 3lari qolgani kichkina razmerdagilarini oxirida tanishtirib o'tamiz. Ungacha bizni kuzatib, layklarni bosib, gruppalar tarqatib turinglar. Arzon narxlarda, chiroyli mahsulotlarda qilib beramiz. Bu mahsulotlarimiz razmerlari akalar 240 ga 290. 10 ta odam sig'oradi, 15 ta odamni ham ko'taradi. Balkalari 4 qatorda, ustunlari yong'oq mahsulotida, qolgan joylari hammasi sasna mahsulotida. Endi bunimizni narxi shu savdo qiladigan joyimizdan olib ketadigan bo'lsanglar 3,700,000 so'mga kelaverasizlar akalar. Zo'r narxlarda qilib beryapmiz. Endi bunisi razmeri sal kichikroq, mana 210 ga 270 balkalari 4 qator pollari 2 bo'ladi, ustunlari yong'oq bo'ladi. Qolgan hamma joylari sasna, razborka holatida butun O'zbekiston bo'ylab ham dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Bunimizning narxi 3,300,000 so'mga mana shu turgan so'rimizni olib ketishingiz mumkin. Endi bu high-tech fasonimiz bor. High-tech fasonimiz ham razmeri 240 ga 290, 2,5 joyga tushaveradi. Ustunlari yong'oq, qolgan joylari sasna, razborka holatida bo'ladi. Savdo qiladigan joyimizdan olib ketishingiz mumkin yoki dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz. Bu mahsulotlarimizni 4,100,000 so'mga qilib beraman. Balonlari ham bor akalar. Endi bunisi bor. Atirgulliga eng zo'ri, atirgullikda ham atirguli 22 santimetrlikda eng qalini. Balkalari, tayda ustunlari 5 qatorda qo'yiladi. Razmerlari 2,5 ga 3 joyga tushadi. Buni ustunlari keladigan bo'lsak, chinor bo'ladi. Qolgan joyi sasna. Terak yoki MDF bunaqa bu joylarga boshqa mahsulotlar ishlatilib qo'yilmaydi. Razmeri shu holatda to'liq 240, 290. Agarda xom taxtalarini ham olaman desanglar, xom taxtalarini 125 ga 160 bo'ladi. Bu mahsulotimiz komplekt holatda bo'ladigan bo'lsa, bu mahsulotimizni 5,500,000 so'mga qilib beramiz. Dastavkalari bilan deyilgan bo'lsa, kelishamiz. Balonlari ham bor mana. Ko'ra olasizlar. Bizning manzilimiz qaytarib o'tay. Andijon jahon bozorida savdo qilamiz. Sahitepada manzilimiz, seximiz. Bu high-tech fasonimiz endi akalar. High-tech fasonni ham eng go'zal, sifatlari ideal holatda chiqqan taxtalari qaranglar. Strechlangan holatda bizning manzil mana nomerimizda jahon bozoriga kelib ko'rib olishingiz mumkin. Bu mahsulotimiz 4,200,000 so'mga mana shu so'rimizni beraveramiz. Endi tortma mahsulotimiz 240 ga 290 bu mahsulotlarimiz 2,5 joyga tushadi. Ustunlari yong'oq, qolgan joylari sasna. Taxtaning qalinligi 17 santimetrlik oysimon gul deb, tortma gul deymiz, tara gul deymiz. Kim qanaqa aytsa aytilaveradi xudo xolasa. Go'zal, 10 ta odam sig'oradi. Endi mana shu mahsulotimizni balonlar bilan qo'yilgan variantimiz bor. Bu ham narxini aytmadimmi akalar? Narxi 3,800,000 so'mga mana shu so'rimizni beramiz. Telefon orqali bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu so'rimiz esa xudo xolasa 4,150,000 so'mga qilib beramiz. Nimaga 350,000 qo'shilyapti deyishinglar mumkin. Albatta, hamma so'rida 4 tadan balka qo'yiladi. Bunimizda esa 5 ta balka qo'yilgan, baloni qo'yilgan. Shuni hisobida 4,150,000 so'mga qilib beraveramiz bu mahsulotlarimizni. Endi razmeri kichikroq bor. 210 ga 270. Hani 3,300,000 aytdim-ku, undan ko'ra endi bu boshqacharoq mahsulot ishlab chiqarilgan. Pollari oppoq, balonlari qo'yilgan, go'zal holatda eng sifatli mahsulotlardan ishlab chiqarilgan. Xudo xolasa, bu mahsulotimizni 3,750,000 so'mga mana shu holatda yana beraveramiz. Sababi pollari oppoq, toza mahsulotda ishlab chiqarilgan. Baribir gilam solsangiz ham bunga ham qo'shilib ketadi. Agar g'ildirak hisobda desanglar 200,000 so'mga o'rnatib beramiz. So'rini faqat o'zini aytyapmiz hozir. Endi Farg'onada buni boy xotin deb aytishadi. Bizda esa bu o'sha boy xotinni eri, xo'jayini, boy tog'asi. Nima deydi akalar? Qaranglar. Razmeri 240 ga 290, 10 ta odam bemalol sig'adi, taxtalari qalin, ustunlari
yong'oq mahsuloti ishlab chiqarilgan. Tagida ballonlari ham bor. Bu mahsulotlarimizni o'tgan yili 5 million 500 ming so'mga qo'yar edik. Hozir mana narxini o'zgartirmagan holatda bonusiga olsanglar, xudo xolasa, bundan 2 dona 4 ta bor hozir. Ballonlarini qo'shib beramiz akalar. Mana shu mahsulot uchun albatta amal qiladi. 5 million 500 ming so'mga dastavkasi Andijon shahar ichi hamma so'rlarimizni shahar ichi dastavka bepul qilib beramiz. Andijon shahardan qolgan joylarga dastavkasi pulli hisoblanadi. Bizning manzil Andijon shahar, Jahon bozor hududida yoki Shayxtepa joyidan aytib olsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarimiz pastda mana ko'ryapsizlar. Mana bunaqasi ko'rsatsak 90lik 414 41. Bu mahsulotimiz 210 ga 270 razmeri 5 ta balkalari bor. Tagida razborka holatida desanglar ham qilib beramiz. Bu razborka holatida sotilsa 200 ming so'm narxiga qo'shiladi. Bu mahsulotimizni 2 million 400 ming so'mdan qilib bersak, xudo xolasa, razborkali holatini 2 million 550 ming so'm, 2 million 600 ming so'mdan qilib beramiz. Upakovkali qilib. Endi xuddi shuni mana gulsiz variantimiz 210 ga 270 balkalari 5 qator. Bu mahsulotimizni shu holatda tayyorligi 2 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Agar razborkali desangiz 2,5 milliondan qilib beramiz. Mana gullari xudo xolasa sifatlari ideal holatda. Bunaqa kachillalarimiz ham bor. Agar xudo xolasa 4 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. Razborkali qiladigan bo'lsalar, 3-4 kun sabr qilib tursanglar 250 ming so'm. Yo'q, 250 ming emas, 100 ming so'm qo'shilar ekan razborkali holatida. Dastavkalari Andijon shahar ichi dastavka bepul. Xudo xolasa bunimiz ham bor. Bu mahsulotimiz 3 million 500 ming so'mga Andijon shahar ichi dastavka qilib beramiz. Bemalol murojaat qilinglar, albatta sizlarga sifatli mahsulotlarni qilib beramiz. Endi razmeri 2 ga 2,5 razmerlarimiz. Bu mahsulotimiz rishotkalik balkalari 4 qatorda qo'yiladi tagida. Bu mahsulotimizni endi akalar 2 million 350 ming so'mga qilib bersak, nima deysizlar Andijon shahar ichi dastavkasini ham. Endi 16 ham bor. Razmeri 2 ga 2,5, umuman guli yo'q, sodda fason 2 million so'mdan qilib beramiz. Kelaverasizlar akalar. Molish kachillalarimiz bor. To'qima kachillalarimiz 1 million 700 ming so'mdan. Stollarimiz bor. Kelaverasizlar, xudo stollarimiz ham arzon narxlarda qilib beryapmiz. Taxtali stollar ham desanglar, taxtali kachillalar ham bor. Bemalol murojaat qilinglar. Albatta biz sizni Andijon Jahon bozor hududida, Tilla bozor, buyum bozorida qolamiz. Sizlar bilan muloqot qilamiz. Endi sizlarga qanaqa mahsulotlarni reklama qilib beraylik. Albatta siz aytgan mebelni keyingi videolarda ko'rishni istasangiz, albatta bizga maksimal darajada qo'llab-quvvatlang. Albatta layklar bosib, gruppalarga tarqatib qo'yinglar. Eng chiroyli mahsulotlarni, doim sifatli mahsulotlarni mebellar olamidan. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.